xotin zoti. E'tirozim bor bu gapga shu savol. 20mda xo'p bir kishi mahram menga, 30imda 3 farzandim hamdam menga. Ul soatga saodatga payvand ila bo'la oldim muhtarama farzand ila. Ul borbonim gulbargimni gulob ayla, soya bo'ldi murodimni sharob ayla. Ering siydi demiştir el, mana shunday murosaga kelmiştir el. Sorishtasini mahkam tutdim ro'zg'orimning. Neki bo'lsa berdi Robbim so'rorimning. 40dan oshib elga ona bo'lgan deyman. Endigina bu dunyoga kelgan deyman. Ayol zoti 30dan nihol bo'lg'ay. Ruhi bulbul, eram bog'li sol bo'lg'ay. Biz ayollar erkaklarga omonatmiz. O'tin bo'lsak ular uchun yomonatmiz. Ha, ayollar erkaklarning parchasidir. Bas ularni to'ldirguvchi darchasidir. Xullas, xotin o'tin desa hayron bo'ldim. 50 yoshda gurkuragan rayhon bo'ldim deb yozgan ekanman. Shu she'rni yozganimga ham 3 yil bo'ldi.